Usta Anvarjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Darvozalar haqiqatan zo'r-ku. Ha. Sex ham mana shu yerda. Narx-navo qanaqa bo'lyapti? Aka, xudo xolasa darvozalarimiz narxlari ancha pasaygan, stabilni bo'lgan. Xudo xolasa bitta narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Keyin bitta oxirida qiynalgan oilamizga darvozamizni kvadrat metrini 200 ming so'mdan qilib qo'yib beramiz. Kommentariyaga yozishadi, o'zimiz tanlab olamiz. Siz bilan birga va ularni ko'rib 200 ming so'mdan qilib beramiz 1 kvadrat metrini darvozani. O'zi aslida 500 ming, 600 ming, 700 minggacha olinadi u darvoza. Zo'r. Do'stlar, men shuning uchun ekranga 200 ming so'm deb yozib qo'yganman. Bu yerda darvozalar zo'r, Dubay, yaxshi fason. Mana bu turkiy fason darvozani tomosha qilinglar. Bundan tashqari mana bu Samarqand fasondagi darvoza. Hamma darvozalar mana shu yerda yasaladi. Mana yerda esa arzonlashtirilgan darvozalar. Ya'ni mana shu darvozalar, bular ham arzon narxda. Demak, do'stlar, men adresini tanishtirib o'taman. Adres Namangan viloyati O'ychi tumani, Kattakon yo'lni bo'yida, Jidaka qishlog'i. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, azizlar, bittadan like-ni bosinglar. Biz mana shu darvozadan boshlaymiz. High-techmi bu? Hop, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi darvozamiz high-tech fasondagi. Bu yerlarga chiroyli qilib nerjikalardan ishlov qilib berganmiz. Xudo xolasa bu 2 qavatli varianti. Buni 1 metr kvadrati 1 million 350 ming so'mdan boshlanib 1 million 800 ming so'mgacha bor. Kimning talab istaklariga qarab, o'shanga qarab xudo xolasa chiroyli qilib yasab berilaveradi. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga shu narxlar ichida dastavka, ustanovka borib o'lchashlarimiz bepul. Hamma darvozamizda. Hozir bunda kaletkasi, ya'ni odam postiyani kirib chiqadigan joy alohida bo'lar ekanda, peshoxodni esa отдельный bo'ladi aka. Xo'p, buni eni 4 metr, balandligi 370 bo'lgan bu darvozamiz. 2 qavatli. 2 qavatli, utuplonli bo'lgan. Shumkalari albatta zo'r mana. Umuman tovush chiqmaydi oshiqcha. Zo'r. Nerjikasi ham eng qalindan o'sha birligidan qo'yilgan. Xudo xolasa bu issiqda egilib, qiyshayib ketmaydi. Umumiy narxi qanchaga boradi? Xo'p, bu darvozamiz 23 million so'mga tayyor bo'lgan. Buxoroga o'rnaydi. Xudo xolasa yaqin o'rtada buni ham syomka jarayonlarini qilamiz inshaalloh. 23 million so'm atrofidagi darvoza ekan, high-tech. Agar mabodo mana shundan kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib, dastavka ustanovkalarimiz bepul. Xo'p, keyingisi Dubay fasondagi darvozamiz. Bu ham o'zgacha ishlovda qilingan. Bunga ham o'sha aytganimdek, nerjikalardan chiroyli qilib bezak uchun ishlov qilib berganmiz. Xudo xolasa bunga ham o'sha 5 yildan 7 yilgacha garantiyasini beramiz, xudo xolasa. Dastavka bunga ham o'shanday O'zbekiston bo'ylab bepul. Zamoklarimiz haylik qo'yiladi, ochilib yopilishda umuman muammo bo'lmaydi. Zamoklari ham o'ziga yarashgan skromniy bo'lgan. Zo'r, darvoza ideal darajada. 1.8 listdan qilingan. Albatta 1.8 2li listdan, orqasi 2li, bu joylari 1.8 dan bo'lgan. Chunki 2lida bukishcha qiyinroqligi uchun 1.8 dan qilib berilgan. Shumkalari buniki ham moshniy bo'lgan. Xo'p, keyingisi high-tech fasondagi skromniy akaxonlarimiz uchun darvozamiz. Bu ham yangilik kiritib ozgina bu joylarga ishlov berganmiz. Yangilik fason qilganmiz buni ham. Xo'p, bu darvozamizda ham 1 metr kvadrati 1 million 300 ming so'mdan boshlanadi. Bu yog'i 2 qavat, 3 qavatliga qarab narxi o'zgarib boraveradi. 1 million 300 ming so'mdan 1 kvadrat metri mana shu darvozani. Endi 2 qavatli 1.8 listdan yasalgan option narxi gidetda qanchaga boradi? Option narxi buniki ham shunaqa 20 million atrofida o'rnaydi, xudo xolasa. Razmerlarini aytsa, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz, narxini yana tushib beramiz. Azizlar, kvadrat metri 1 million 300 ming so'm. Endi sizni darvozaxonangiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar shu narxda hisob-kitob bo'ladi. Bizda esa endi mana bu darvozani ko'ramiz, qaranglar. Afsonaviy o'sha trenddan tushmaydigan Samarqand fason darvozamiz. Bu ham 2 qavatli variantda bo'lgan, shumkalari bo'lgan обязательный. Xo'p, bu darvozamiz 1 metr kvadrati 1 million 350 ming so'mdan chiqadi. 3 qavat, 2 qavatliga qarab narxi yana o'zgarib boraveradi aka. Xo'p, yana bir nima, odamlarning joyi 12 kvadratdan oshsa, kvadrat narxi stabilni tushadi yana. Narxi tushadi. 1 million 300 ming so'm, 1 million 350 ming so'm bo'lsa, 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. 12 kvadratdan o'tsa. Zo'r. Endi hozir buni necha razmeri? Xo'p, buni razmeri 3 ga 3.5 bo'lgan balandligi. Nalichkalari bilan o'sha 4 ga 4.50 bo'lgan. 2 qavatli? 2 qavatli utuplonli bo'lgan bu ham. 1.8 oldiga shirshavr listlarini qo'yib berganmiz, 1.1 qalinlikdagi. Listning qalinligi 1.8 hamda 1.7 qalinlikda listdan iborat ekan. Endi biz mana bu darvozani ko'ramiz, ha? Xo'p, bu darvozamiz pechat shtampovka 1.3 qalinlikda bo'lgan aka. High-tech fasondagisini budjeti sal kamroq bo'ldi.
Xudo xolasa bu ham o'ta chiroyli, xizmatini qiladigan darvoza. Pechatni ham pechat qo'ribsizlar, ha? Xudo xolasa aka qo'ldan kelgancha. Zo'r chiqdi lekin. Xo'p, bular ham nerjikalardan ishlar o'qib berganmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib aka. Necha qalinligi necha buni? 1.3 qalinlikda bo'ladi aka. 1.3, Bundan qalini bo'lmaydi aka. Eng qalini shu 1.3lik bo'ladi, eng qalinidan qilib berilgan. Bu darvozamiz 1 metr kvadrati 600 ming so'mdan boshlanib 1 milliongacha bor. 2 qavatligi Hozir bir qavatligi 600 ming so'mdan boshlanadi. 600 ming so'mdan boshlanadi. Aynan mana shu darvoza ham 600 ming so'm. 600 ming so'mlik variantda shu darvozamiz. Lekin do'stlar, qaranglar, haqiqatdan pechatni zo'r tur ekan. Rangi menga juda ham yoqdi, mokriga tortib ketadi. Nerjavakilar zo'r yarashib turibdi. 600 ming so'mdan kvadrat metr narxi. Usta yasab beraveradi. Dastavkamiz bepul, shu 600 ming so'mning ichida kvadrat. Zo'r mana. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga Tamojnigacha olib borib beramiz, tamojdan o'tkazib berishsa, ustanovkasini ham qilib beramiz, xudo xolasa. Voy, ana gap yo'q. Mana bu esa reflyonka darvoza. Reflonka darvozamiz, bu ham o'zgacha qilib ishlar o'qib berdik. Bu yerlarga nerjikalarni qo'yib, boshqacha qilib, xudo xolasa yangilik yaratishdan to'xtamayapmiz. Yangilik qilib, xudo xolasa reflonkani ham o'zgartirganmiz. Necha razmerlari? Xo'p, buni razmeri aka 370 ga 3,5 bo'lgan buni balandligi. Qalinligi 1 qavat. Qalinligi 1 qavat, lislari 1.4 bo'ladi buniki. Eng qalini 1.4. Agar istasa 1.8 1 qavatli qilib chiqarib beramiz buni ham. 1 qavatdan tashqari mana bu setkasi. Ha, bularni endi bezak uchun ishlar qilganmiz. 1.8lik variantimizniki 1 million 100 ming so'mdan boshlanadi. Xuddi shu holatda chiqadi, lekin 1.8 bo'ladi listlari. Bu 1.8 mi bu? Yo'q, bu 1.4 lista. 1.4. Shunda qancha bo'ladi kvadrat Buni metri? 1 metr kvadrat metri aka 8 ming so'mdan boshlanadi bu darvoza. 8 ming so'm. Reflyonka narxi shunaqa haqiqatan, to'g'ri. 8 ming so'mdan bu darvoza qanchaga boradi? Bu darvozamiz o'sha 10 million 12 million atrofida bitadi. 10-12 million. Sredniy o'rta holatdagi darvozamiz. Juda zo'r. Agar reflyonkaga qiziqsangiz, bundan bor pechat bor, listli darvozalar mana bu yerda skromnistdan 2 xil rangda, 1 xil darvoza ekan почти. Faqat ruchkasi bunda boshqacharoq. Xudo xolasa aka, skromniy o'zida ko'p gap gapirmaydi aka, lekin turishi, vidi o'ta chiroyli darvozamiz, soqqali fason. Remontga mos kelaveradi. Ha, liboy high-tech uyga ham, klassik uyga ham tushib ketaveradigan darvozamiz. To'g'ri. O'ta cho'ntagi bor, moshni darvozamiz. Buni ham shumkalari bo'lgan, обязательно 2 qavatli 1.8 ga 2 lista bo'lgan aka. 2 lista 2 qavatdan ekan, azizlar, mana shu darvoza. 2 qalinlikdagi listdan 2 qavat. Shumkalari boshqa joylarga garantiyasini ham beramiz, xudo xolasa bularni ham. Mana bu yerga mana bunday qilib egib chiqarishgan ekan. Zo'r. Buni aka so'rnamaydi. Stanovda bukamiz, shuning uchun ishimiz sifati ko'rinadi shunda. Xudo xolasa. Soqqali darvozadan faqat pastda soqqa qolib qolsa, shunaqa soqqali fason. soqqani olib tashlabsizlar. Soqqalarni cho'qtash. Endi aka bu darvozamiz bitta ko'ring, shu soqqalini taroq variantida aka. Mana bu darvoza. Darvozamiz o'ta vidi chiroyli chiqqan. Hozirda juda trendga chiqdi shu darvozamiz aka. O'zi trenddan tushmaydi bu darvoza ham. Darvoza haqiqatdan zo'r mana. Hozir quyosh ozgina xalaqit beradi sizlar ko'rishga, lekin darvoza zo'r. Soqqali fason. Xudo xolasa bularning kvadrat metri bu darvozamizni 1 million 300 ming so'mdan yo 1 million 800 ming so'mgacha ketaveradi. Oldi orqa bir xil. Hozirgi turishida 1 million 300 ming so'mmi qancha bu? 1 million 300 ming so'mdan 1 metr kvadrat. Xudo xolasa. Bu ham o'sha 2 likka 1.8 bo'ladi aka. Zo'r mana. Orqa tarafini ham ko'rsatamiz. Orqa tarafi tekis silliq bo'ladi. Orqa tomonlarimiz tekis gladki bo'ladi aka. Ideal darajada. Agar mabodo azizlar darvoza tanlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, mana shu fasonni yoki mana bu fasonni tavsiya qilaman. Ko'rabsiz, hammasi soqqali fason. 1 million 300 ming so'mdan. 1 million 300 ming so'mdan chiqadi. Shumaizatsiya qiling. Albatta 2 qavat list bo'ladi. Shumaizatsiya. Mashinaning 4 eshigiga kerakli joyi shumka bo'lganda, buni ham shu kerakli joylari shumka bo'lgan ekan. Xudo xolasa. Go'zal. Hop, qanchaga borib taqaladi taxminan? Xo'p, bu 17 million. 17 millionga boradi. 17 million so'mga tayyor bo'lgan darvozamiz. Juda yaxshi. Endi biz mana bu fasonni ko'ramiz. Bu ham lekin. Bir xil, prosta rangi buniki ochroq. Buniki to'g'roq. Mana buni ochroq rangda. Ha. Rangidan muammo yo'q, xudo xolasa. Aytgan ranglaringni, aytgan fasonlaringni xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitirib beramiz. O'zlaringda chizma darvoza bo'ladigan bo'lsa ham,
Xudo xolasa uni ham chiroyli qilib bitirib beramiz aka. Xudo xolasa ustalardan rangidan muammo yo'q. Bitta Usta endi bizda qanaqa darvoza qolib ketyapti? 200 ming so'mlik darvozamiz qolib ketyapti. Xo'p, Xudo xolasa u 200 ming so'mlik darvozamizni mana bu darvozani razmerini toping, o'shani beramiz. Bizda unaqa oldi-qochdi gap bo'lmaydi. Joyingizga borib, o'zingizga tushadigan idealni qolib bo'lib o'rnaydigan darvoza qo'yib beramiz 200 ming so'mdan. Xudo xolasa, hali bizda qolib ketgan darvoza, boshqa unaqa narsalar berilmaydi. Yangi yasab beriladi hammasi. Idealni materiallardan bo'ladi. Demak, bu qiynalgan, kam ta'minlangan insonlar uchun. Albatta, boquvchisi yo'q, qiynalgan oilalarga 200 ming so'mdan qo'yib beramiz. Kvadrat metr. Razmer farqi yo'q. Borib, joyiga o'lchaymiz, o'sha joyiga tushadigan darvozani qo'yib beramiz aka biz. Shuni aniqroq bilib olaylik, shtampovkami yoki listin? Shtampovka pechat, high-tech darvozamiz, Xudo xolasa, o'sha siz boya ko'rsatgan darvozamizni 200 ming so'mdan qilib beraman. O'zi 600 ming so'mdan olinyapti kvadrat metrini. Yaxshi. Bo'lmasa, Xudo xolasa bog'laninglar, Telegram, Instagram hammasi bor. Xudo xolasa kataloglarni yana tashlab beramiz. Xo'p, vibrlarimiz 1000 dan ortiq vibrlarimiz bor. Birortasini tanlaysizlar, Xudo xolasa uylaringizga chiroyli, sifatli qilib yetkazib o'rnatib beramiz. Eng muhimi garantiyalari bor, Xudo xolasa. juda yaxshi.